Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilarimiz va obunachilarimiz, barchalaringga bugungi qo'shaloq ulug' hayit ayyomlari va kelajak Navro'z bayramlari muborak bo'lsin. Barchalaringga do'stlarimiz, mana yana o'sha bioreaktorlarimizni yangi ozuqalar bilan to'ldirdik. Biogomuslarimiz tugagan. Mana endi yangi ozuqalarni solib, mana Xudo xolasa yildan yilga ko'paytirib boryapmiz, baribir ozlik qilyapti. Mana bu tomonlarga ham mana go'nglarni tashab tayyorlayapmiz. Xudo xolasa kuzgi sezonda elashni boshlaymiz do'stlar. Yana mana chuvalchanglarimiz ishlashyapti. Do'stlar, endi bu yog'iga Xudo xolasa tez ag'darib, hashlarda almashtirib tursak, yana tezroq ishlashadi. Mana agardan kim Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglariga qiziqadigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Mana tagida chuvalchanglarimizni ajratish uchun ozuqa solib ko'chirgan go'nglarimiz bor. Ularning ustiga yangi ozuqalar tashab, mana Xudo xolasa kuzda bularni elashni boshlaymiz. Mana ishlashyapti. Juda yaxshi, zo'r ishlashyapti chuvalchanglarimiz. Oğlum. Mana Xudo xolasa bu yil 60-70 tonnaga. Ke baqa oğlum. Ke. Juda ham zo'r. Ke. Mana yosh tadbirkor. Eng kichkina tadbirkorimiz mana chuvalchanglarimizni shunab o'ynab turadilar. Mana bu go'nglarimiz o'ta yangi sveji go'ng edi. Mana ancha selgi, mana bularga ham o'zi o'tishni boshladi. Xudo xolasa kimda kim qiziqayotgan bo'lsa bu biznesga bemalol boshlashlari mumkin. Nimaki yildan yilga bunga talab yana ham oshib boryapti. Har yilgidan nisbatan mana bu yilga yana ham ko'p chiqardik biogomuslarimizni va yana yetmaganiga ko'chadan, shogirdlardan undan bundan olib, qo'ldan kelgancha sotishga yordam berdik. Albatta do'stlar, bunga mana endi juda ham ko'pchilik endi tushunib boryapti buni natijalariga. Bemalol boshlashlaring mumkin. Manzillarimizga keladigan bo'lsak, Namangan viloyati Mingbuloq tumanida Sho'rsuv qishlog'idanmiz. Mana 2019-2020 yillari boshlaganmiz bu biznesni. Mana shu davomida mana Xudoga behisob shukr, yomon bo'lgan yo'qmiz. Mana sotib
olib boryapmiz. Albatta do'stlar, videomizga like bosib obuna bo'lib qo'ysalaring, videomiz keng tarqalashiga o'z hissalaringni qo'shgan bo'lasizlar va birinchilardan bo'lib yetib boradi o'zlaringga yangi videolarni chiqarishga harakat qilamiz do'stlar. Endi bundan buyog'iga qovun tarvuz ekish jarayonlari bo'ladi. Ko'p akalarimiz qovun tarvuzga olib ketishgan biyagomislarda. Xudo xolasa ularni ham video qilib joylab borishga harakat qilamiz do'stlar. Bayramlarni yaxshi o'tkazinglar.